Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan mana shu akkauntda mana shu haritgan to'qson bor akkauntda do'stlar biz ikkita karyera matchda o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Qani mana akkaunt reytingi va stadion do'stlar. Xullas men yangi youtuberman do'stlar. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz 20 ta obunachi telefonda qochishlar nimagaligini bilmayman, lekin juda qotyapti telefon. Hadi 20 ta bo'laylik. To'xtanglar, men bir o'yindan chiqayda, telefon juda qotyapti do'stlar. Xo'sh, video olmayapti do'stlar. Tarkibga kirib, lekin telefon nimagadir juda qotyapti. Bo'ldi, boshqa. Yo'q, 2 martada. Yo'q, yana qotyapti telefon. Nimaga do'stlar bunaqa bo'lyapti? Video o'ynayotganiga do'stlar. Telefon ham video olma deganga do'stlar, haligacha ko'rganimiz yo'q. Nega? Telefon juda qotyapti. Hozir birinchi golga harakat qilib ko'ramiz. Antonidan pas, Oyarzabaldan gol. Gol do'stlar. Oyarzabal 90 bor pul bo'lgan. Yaxshi do'stlar. Guler. Oyarzabal pas. Xo'sh. Antoni. Pas. Yo'q. Yana pas. Yo'q. Ikkita basam Antoni. Antonidan gol. Antoni ham 90 bo'lib pul bo'lgan do'stlar. Keyingi videorolik nima haqida bo'lsin do'stlar? Antoni. Do'stlar, men dadasiga 2025-yilning bahoridan boshlab o'ynashni boshlayapman do'stlar. Telefon yana qotyapti. O'ynashni boshlayapman. Oxirida kirib kelganman. Hozirgacha 4 ta akkaunt ochganman do'stlar. Bu 4-chi akkauntim. Yana ikkasini sotib olganman. Qilib ko'ryapman. Bu shunday akkaunt do'stlar. Men o'zimga keladigan bo'lsak do'stlar, Real Madridga qaraman. Do'stlar, Kids logo deb qo'yibdi do'stlar. Xullas reklamada do'stlar. Nima deyman? Zarba. So'radiya. Gaplashgan videolar. Hadi, uzoqda. Do'stlar. Hali bu akkauntni ochganimga 20 emas. 1 oy ham bo'lgani yo'q, lekin juda pis kuchayib ketdi do'stlar. Qizil futbolchilar bor edi, 2 ta qilgan hozir. 9 ta bor edi, 7 tasini sotib oldim. Rivaldo o'tkazdim.
Bizning himoyamiz hozirda gol o'tkazib yuborishimiz Harri ham javob qaytarishimiz kerak. Harri bo'ldi. Gol bu. Yo, Van gol. Bizga gol bo'lishi kerak edi do'stlar. Vaziyat bo'ldi. Bo'ldi. Sam tushiramiz Nilikonga. Nega bu ikkita Ronal qolganman. Nega sotib Rivaldo'ni kuchaytirmayapman? To'g'rimi? 6 taku 5 ta tartibga olsalar, to'g'rimi? Bu nega Haalandlar full borku do'stlar, hozir 6-yildaman. Haalandlarning full eplayapti. Royce esa o'zi yarim himoyani eplab turibdi do'stlar. Men nega akkauntimda Mbappe, Haaland, Vinicius Junior shunaqa futbolchilar yo'q desanglar, masalan, Rafinhani o'zim olmaganman, agentda tushib qolgan do'stlar. Sabitani yutgandim. Agentdan tushib qolgan do'stlar. Keyin agentdan chiqqandan keyin majbur bu qanotda Barkali bor edi do'stlar. Ana oddiy sariq kartasi, keyin u umuman o'ynolmadi do'stlar. Juda past reytingga tushib ketdi. Keyin uni sotib yubordimda oldimda. Sotib yubordimda shu oldim. Sizlarga qaysi klubga qadar rasmida? Aslida so'zlarni yozib qoldiring izohlarda. Bizda internetda muammo do'stlar. Do'stlar, ikkinchi qismini chiqaraylik bo'ldi. Ikkinchi qismini keyingi qismlarda ko'rasizlar do'stlar. Mana do'stlar, mana. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Ikkita o'yin o'ynamoqchiyim, lekin ikki qismga bo'lib chiqadi. Lekin men YouTube'im qotib qoldi. Nimaga desanglar, 10 minutdan ko'p video chiqarib bo'lmaydi. Shuning uchun ikki qismga bo'lamiz do'stlar. Hop, videogacha.